Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hozirgi kunda Eron Islom Respublikasida odamlar to'ntarish qilib bir shaharni qo'lga olishibdi. Biz bundan qanday xulosa qilishimiz kerak? Shia bo'lsa ham Eron oyatullo boshqargani yaxshi emasmi debdilar. Birinchidan, ular o'zlari o'sha boshqa joylarda qilgan qilmishlariga yarasha jazosini tortyapti. Ya'ni bu qaytar dunyo deyiladi. Hammamiz bilamiz, Eron o'sha burnini suqmagan joyi yo'q. Ayniqsa ahli sunna musulmonlariga qancha zarar bergan butun dunyoda. Iroqda mana qancha zarar bergan Saddam Husayn yiqitilgandan keyin. O'shanga balki Amerika bilan birlashib yordamchi bo'lgan ular. Suriyada Bashar Asad bilan birlashib, ruslar bilan birlashib qancha ahli sunnani bombardimon qilgan. Lubnanda, Yamanda Husiylar bilan birlashib olib, Sudanda hatto bularning roli bor. Yani ma'lum, ya'ni burni suqmagan joyi yo'q. Alloh oyatda aytgan: "Kadalika nuvalli ba'd zolimina ba'don bima kanu yaksibun." Biz ana shunday qilib ba'zi zolimlarni ba'zisini ustidan tashlaymiz, kasb qilgan gunohlari sababidan degan. Demak, qaytar dunyo bu. Qanday boshqa joylarda xaroba qilib, to'ntarishlar qilib, o'shanga hissa qo'shgan bo'lishsa, kofirlar bilan birlashib, endi xuddi shu narsa o'zlariga ham qaytyapti. Ba'zan Isroil bilan birlashib qilgan, ba'zan Amerika bilan birlashib qilgan bular, ahli sunna musulmonlarga zulmlarni. Xuddi shu narsa endi o'sha birlashgan odamlarning o'zlaridan, Amerikan, Isroillardan bularni o'ziga qaytyapti. Mana Allohning bir taqdiri bu, sunnati, ya'ni ikkita xoin birlashsa, bir odamga nohaq bo'lib, Allohning bir sunnatiki, keyin o'sha ikkita xoinni birini biriga jazosini Alloh tottiradi. Lekin bir narsa bor. Xo'p, badil nima? Ya'ni mayli shu yerda hozir Eron hukumati yiqilsa, siz aytganingizdek, keyin nima, bir xalifa keladimi undiga? Yo'q. Kim keladi undiga? Amerika keladi. Amerika qilyapti bu ishlarni va Amerika o'zini bir xoinini olib kelib qo'yadi bu yerga. Va umuman olganda islomiy tuzumga keyin qarshi bo'ladi. O'sha shia ko'rinishidagi islomiy tuzum bo'lsa ham. Umuman islomiy siymoga qarshi bo'ladi. Hijob deysizmi, soqol deysizmi, xuddagi o'zimizdagidek vaziyat boshlanadi. Sekulyar tuzum, demokratik tuzum deydi, qonunchilik, dunyoviy davlat deydi. Keyin hamma yana ochiq-sochiqliklarga ruxsatlar va umuman olganda islomiy siymo yo'qoladi, shia ko'rinishda bo'lsa ham. Shuning uchun bu juda bir xursand bo'riladigan, do'ppini osmonga otib yuboriladigan narsa emas. Bu bir Allohning sinovi. Mayli o'shalar bizga qancha zulm qilgan, mayli ular xoin, mayli ular o'zi bir kofirdir ham, ya'ni tuzum tarzida, shia tizimi. Lekin baribir zarar ko'radigan xalq bo'ladi. Zarar ko'radigan va o'sha islomiy siymolar yo'qoladi. Shuning uchun bunaqa paytda odam bir sinovdan o'tayotganini unutmaslik kerak. Bizga zulm qilgan odam zolimligi uchun biz uni albatta jazosini olsin deymiz, lekin bu degani o'sha yerda undiga undan battar kelsin, yahud kelsin, amerikan kelsin degani emas. Bu yerga yahud hukmronlik qiladi keyin hozir. Chunki mana o'sha qiyomat avval hadislarda aytilgandek, Asbahondan 70 mingta yahud birinchi bo'lib dajjolga ergashadi deilgan. Demak, o'sha yahudiylar qo'liga o'tadi degani. Bu o'sha unga sabab bo'ladi hozirgi voqealar. Ya'ni yahudiylar tabiiyki Ironni yo'qotmaguncha qo'ymaydi. Yo hukumat tarzida yo'qotadi yoki o'sha yerni ham o'zlari egallay oladi. Muhimi mana shu yahudlarning qo'liga o'tib ketadi. Bu keyin yaxshi bo'ldi degani emas. Bu ta'siri keyin boshqa joyga ham ko'chadi. Sekin-sekin biz mintaqalarga ham ko'chadi. Shuning uchun bunaqa paytda juda do'ppini osmonga otib xursand bo'riladigan ish emas bu, ana daf bo'lyapti deb. Allohning qadari qo'yish kerak. Alloh o'zi biladi nima qilayotganini, lekin bu xursand bo'ladigan narsa emas. Odam o'zi jabr ko'rgani uchun shunaqa paytda zolimini, unga zulm qilgan kishining boshiga kelayotgan musibatdan xursand bo'lib ketadi-da. Yo'q. Xursand bo'lishga shoshilmaslik kerak. Mana masalan, Libiyada qarang. Qazzofiy zulm qildi xalqqa, to'g'ri, qancha nima haqlilar qildi. O'sha o'lganda odamlar do'ppisini osmonga otdi. Nima bo'ldi o'rniga? Xalifa keldimi? Yo'q. Haligacha o'sha ikkiga bo'linish, haligacha urush janjal ham bir jihod haqiqiy, keyin bir islomiy nizom kelish uchun bo'lsa mayli, yo'q, befoyda urush janjal. Oxiri yo'q urush janjal. Taxt talashuvi. Yoki mana Sudanda ham aytyapmiz. Xuddi shunaqa bo'ldi Sudanda ham. Umar Bashir xoin yo'q bo'lsin, deb bo'lsin. U ham avliyo emas edi, to'g'ri. U ham zolim, xalqning molini yegan shunaqangi odam edi. Lekin Amerikaga qarshiligi uchun Amerika ana shu yerda urush chiqardi. Haligacha taxt talashuvi bo'lib yotibdi. Mana askarlar ikkiga bo'linib, kim jabr ko'ryapti? Xalq. Yana aytayapman, xalq
jangni ortidan jabr ko'rsa-da, keyin o'sha jangni ortidan maqsad bir islomiy g'oya bo'lsa, xilofat, bir shariy nizomni tatbiq qilish. Mayli, bu narsa endi Rasulullohning hayotida ham bo'lgan, sahobalar hayotida ham urush qurbonsiz bo'lmaydi, islom uchun bo'lyapti deysiz. Lekin uni uchun emasda u ko'rilayotgan jabr. Kimdir bir tog'ut yiqilib, o'rniga boshqa tog'ut kelish uchun xalqlar shuncha zarar ko'radi. Bir islomiy nizom kelish uchun emas. Bu yerda ham hozir xuddi shunaqa deyapman. Shuning uchun bu xursand bo'ladigan narsa emas bu. Bekorga jabr ko'rgan mana shu bechora xalq bo'ladi. Shiyada desangiz, shiya bo'lsa ham endi nima? Hammasi shiya degani hammasi bular qavm xalqlari, ya'ni o'limga haqlik shunaqangi bir battar bo'lsin deydigan odamlarmi? Yo'q, million odam bor axir u yerda. Shuning uchun bunaqa narsalarda odam shu tilda tiyish kerak, aralashmasligi kerak. Hech qanaqangi islomning foydasiga bo'layotgan ishlar emas bular. Allohu alam.